Hammaga salom qizlar. Bugungi saytimiz olmazlik xanaq sayti. Olmozlarni yig'ib, uni rublga aylantiramiz. Lombardni rublga aylantiramiz. Demak, mana o'yinni boshlaymiz. Olmozlarni yig'ib chiqamiz. Olmozlarni ustiga bossak, o'zi yig'iladi. Olmozlarni tepasidagi o'zi yozuv chiqadi. O'sha yozuv chiqquncha yig'amiz. Mana olmozlik уже to'xtatiladi, yetib bordi o'sha me'yorga. Uni biz rublga almashtirdik, lombardni rublga qo'ydik va отправить va shaxtaga bosib yana olmos yig'amiz. Yana me'yorga yetguncha olmoslarni yig'amiz. Bu har xil beradi. Mana 7 me'yorga bosamiz. Mana 10 rubl berdi. Balansimiz mana 181. Endi qanaqa qilib qanchada yechadi degan savolga 4000 rublda yechsa bo'ladi. Bu juda ham oson. 2 soatda yechib qo'yishimiz mumkin, yig'ib qo'yishimiz mumkin. Xohlasa o'yin o'ynab ko'paytirishimiz mumkin, lekin o'yinda uncha ko'p bermaydi. Chunki 2 marta yutqizsangiz, o'zingiz pulingizni обработка qilib beradi. Ba'zida pulingiz ham yechib olishi mumkin. O'yinni uncha tavsiya bermayman. Xohlaganda o'ynab ketish bo'ladi. Yana shaxtada olmos yig'amiz. Olmos olamiz va tugadi. Yana lombardda chiqamiz, lombarddan yechamiz. Mana 12 rublga almashtirdik. 102 ta olmosi 100 ta olmos 10 rubl bo'ladi. Mana yechamiz, olmoslarni olamiz. Bu bemalol ishonchli. Men necha marta yechganman. Mana va balans ko'ramiz. 201 hammaga omad.